Bu masjidga anchadan beri kelish niyatida edim. Bu yangi ochilishida ham Allohning bir hikmati, marhamati, mana shu keyingi davrdagi islohotlarning bir ko'rinishi, necha yillab ochilmagan masjidlarimiz Allohga shukr keyingi paytda ozginagina 3-4 yil ichida azizlar 200 ga yaqin yangi masjid ochdik. Alloh prezidentimizning umrlarini uzoq qilsin azizlar. Hamma sohada islohotlarni go'zal qilib berar ekan, bizni diniy qadriyatlarimizni ham juda chiroyli qilib beryaptilar. Bor narsani gapirish kerak-da, chunki Alloh Qur'onda aytadi: "Sa'izu billah va amma bi ni'mati robbika fahaddith." Alloh bergan ne'matni gapiring dedi-da, gapirish kerak. Bugun Islom sivilizatsiya markazi yoki Imom Buxoriy majmuasini ko'rgan har qanday odam lol qolmay iloji yo'q. Mana Usmon Qur'onini markazga olib chiqildi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu yozgan Qur'on azizlar, bu Qur'on. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrida Qur'onni yozib qo'yishlik taklifi berilgan edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birdaniga unamaganlar. Aytganlarki, Rasululloh buyurmagan ishni qilmayman, bir tog'ni ko'chir desanglar ko'chiraman, lekin bunga fatvo bera olmayman deb turganlar. Keyinchalik janglarda qorilar olamdan o'tib shahid bo'lgandan keyin ko'pchilik katta sahobalar kirib Qur'onni ko'chirib qo'ymasak bo'lmaydi degan taklif berganlardan keyin o'zi shu paytgacha ham terilarga, po'stloqlarga yozilgani bor edi, hammasini jamlab bitta Qur'on holatiga keltirgan va bu rivoyatlarda Hafsa onamizning uyida saqlangan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qizlari. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida dunyoda keyin har xil qiroatlar chiqib ketgandan keyin qolganini hammasini bartaraf qilib o'zlari shu Qur'onni yozdirganlar. Dunyoga keyin asl Qur'onning nusxasini tarqatgan. Bizdagi Qur'on Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning o'zlarida turgan, Qur'on tilovat qilib o'tirib turgan paytda shahid bo'lib qoni sachragan Qur'on azizlar. Shunaqa deyiladi. Uning dog'lari ham bor. Faqatgina ekspertizaga berishga qiynaldik, ammo UNESCO tashkiloti 2000-yilda obdon ilmiy tekshiruv bir necha marta tekshiruvlarda o'tkazib turib, haqiqiy ekanligiga sertifikat bergan azizlar. Guvohnoma bergan. Chunki boshqa joylarda ham bor, aytaylik, Qohirada bor, Angliyada bor, Turkiyada bor. Lekin bizdagi Qur'onni Toshkent Qur'oni ham deyiladi ko'proq kitoblarda. Bu Qur'on asl ekanligi va eng qadimiy ekanligini ko'rsatdi. O'sha Qur'on u yoqqa ko'chgan, bu yoqqa ko'chgan, vaqtiga kelib Bag'dodga kelgan. 13-asrda sohibi Qur'on Amir Temur bobomiz borib o'sha Qur'onni bu yoqqa Samarqandga olib kelganlar. Ba'zi rivoyatlarda Qoffoli Shoshih rahmatullohi alayhi ishtirok etgan kelishida deydilar. Qur'on kelib Samarqandda turgan. Keyin Chor Rossiyasi kelib bu yoqda urushlar bo'lgandan keyin olib ketib qolib Sankt-Peterburgda qancha saqladi. 1905-yilda shu Qur'ondan 50 ta nusxa ko'chirilgan dunyoga, asli qolgan. 1917-yilda Ufa musulmonlari qattiq talabi bilan Ufaga keltirilgan. 1924-yilda Turkiston ulamolari, olimlari xalqini qattiq qistovidan keyin 24-yil bizga olib kelingan. Bu bir qanchagacha o'sha manbashunoslik, sharqshunoslik institutida, kutubxonalarda, har xil joylarda, qorong'i joylarda saqlandi. Keyin 89-yil xabariylar bor, bizni diniy idoraga berilgan bu narsa. Bu yerda ham bitta xonada saqladik, juda qiyinlik. Endi Qur'on shuncha asr o'tib, davlatimiz rahbari prezidentimizning harakatlari bilan o'zini joyiga, o'zini maqomiga o'rnadi azizlar. Alloh nasib qilsa, sivilizatsiya markazi ochiladigan bo'lsa, borib ko'rsangiz, beixtiyor ko'zingizga yosh keladi. Qaniydi bu Qur'onning tili bo'lsa-yu, bo'lgan voqealarni gapirib bersa deysiz. Ne hodisa-yu voqealarning guvohi bo'lmadi. Shu Qur'on bugun mana shu markazdan joy topdi azizlar. Bularda hammasi azizlar, mana shu katta bir Allohning marhamati. Xuddi shuningdek aytmoqchi bo'lganim, bu masjidning ochilishi va boshqa masjidlarning ochilishi ham hammasi mana shu yurtimizdagi olib borilayotgan go'zal bir siyosat, davlat rahbarini inson qadri tamoyilini olg'a surayotgan nishonasi. Buni gapirish, bunga shukrona qilish va buni qadriga yetish kerak azizlar. Alloh bizni hammamizni mana shu ne'matda bardavom qilsin.